Endi xorijiy marketplace'lardan O'zbekistonga yuborilgan istalgan jo'natma uchun qo'shimcha boj to'laysiz. Vazirlar Mahkamasining 31-yanvardagi 55-sonli qaroriga asosan bojxona yig'imlariga o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur qarorga asosan endilikda istalgan xorijiy mamlakatlarning marketplace'laridan kelgan kuryerlik jo'natmalarining har bir kilogrammi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2% miqdorida bojxona yig'imi undirish belgilab qo'yildi. Bu tartib barcha xorijiy marketplace'lar, shu o'rinda Amazon, eBay, Temu, Ozon, Wildberries va boshqalarni ham o'z ichiga oladi. Bojxona yig'imi amalda mavjud bo'lgan jismoniy shaxslarning choraklik $1000 limitiga daxl qilmaydi va alohida boj sifatida joriy qilinadi. Iste'molchilarning choraklik $1000 bojxona bojisiz kuryerlik jo'natmalarini olib kirish tartibi saqlanib qoladi. Bojxona yig'imi stavkalari kilogramga qarab belgilanadi va e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi, bu to'lovlarni jismoniy shaxslar emas, aksincha kuryerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar zimmasiga yuklanadi. Ammo unutmaylikki, ushbu joriy qilingan to'lovlar kuryerlik xizmatlarining narxlari oshishiga va mahsulotning tannarxiga ta'sir qiladi. Foydali ma'lumotlar uchun like bosim va videoni offline biznesdan onlayn biznesga o'tmoqchi bo'layotgan do'stlaringiz bilan bo'lishing.